Oyi, yig'layapsizmi? Xo'p, aytaman. Hozir qanaqadir virus yurgan ekanmi-ey? Hoppa. Mana doktorga ko'rinib keting siz ham. Menda ham sal shamollash bor. Yo'q. Xo'p, bolam. Uzunmisan Farhod? Assalomu alaykum dada. Butun kasalxonada shu virus. Endi men boray. Dadang ham keldilar. Ilojim yo'q, o'g'lim. Siz ham qolavering, oyi. Va alaykum assalom. Tuzumsiz, yaxshi keldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. O'zing Rahmat. Meni navbatchiligim tugadi, bolam. Ertalab kelaman. Senga nima olib kelay, o'g'lim? Maftunani olib keling, oyi, Maftunani. O'tirsin yonimda men bilan. Matluba xola, turing. Mana kofe. Qarang, issiqqina. Xo'p. Rostdan. Matluba xola, men siz uchun kofe qildim. Men siz uchun tuxum pishirdim. Sizlar menga ovqat qildinglarmi? Bo'ldi, boshqa yig'lamayman. Faqat yig'lamang. Xafa bo'lmasangiz bo'ldi. Ha? Siz Yo'q, sizsiz chiqmaymiz. O'zinglar amakang bilan choy ichib olinglar. Yo'q. Hozir egim kelmayapti. Yuring, men pishirgan tuxumni yeb ko'rmaysizmi? Yuring, sizsiz chiqmaymiz. yoqmadimi? Voy, rosa shirin bo'pti. Xo'p, Mana bundan bitta iching, unaqa issiq emas. qani, yuringlar. Bering buni. Bo'ldi, o'zim. Xo'p, chiqaman. Jiyanlaringiz demoqchi edim. Nima deganing bu? Yetimchalaringiz ko'rinmay. Voy, yomon qo'rqib ketdimi? Xafa bo'lma. Voy. Agar yana bir marta yetimcha deganingni eshitsam, mendan xafa. Og'zimdan lop etib chiqib ketib qoldi. Nima, buni qo'lidan hech narsa kelmaydi deb o'ylayapsanmi? Hozir boshqa zamon. Bugun do'q bilan ushlab turadigan zamon emas. U zamonlar o'tib ketdi. Bilganingizni qiling. Endi bo'lsa, menga farqi yo'q. Hasan olib ketdi. Xo'p, o'sha bolalaringiz qani? Yo'q. Avvalgidek qo'rqmayapman. Oldin baqirsangiz, qo'rqib qaltirardim. Iloyim o'sha yerlarda qolib ketsin. Amin. Dab bo'lishsin. Nima qildi menga? Siz avval o'zingizni o'ylang. Men bilanchi umuman ishingiz bo'lmasin. Oxiratingni kuydirding. Necha oydan beri anu qamoqdagi akangizdan xabar olmaysiz-ku? Sen bilan o'tirib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. O'zichi? Bu yerda esa bolalar bilan ovorasiz. U hali tirikmi, o'lib ketganmi, xabaringiz ham yo'q. Xuddi zarur ishim bordek. Qayerga ketyapman o'zi? Meni kimdir intizor kutayotgandek shoshib chiqdim. To'g'risi, o'sha uyga borishga yuragim bezillaydi. Huvillab yotgan qasr uyimga shoshyapmanmi? Boradigan joyim bormi? Qayerga boraman? Hech kim. Kim bor meni kutayotgan? Qayerga boraman? Burchagidan Maftuna Oyjon deb chiqib kelayotganga o'xshaydi. Meni-chi? Ularni sog'inib kutayotganlar bor. Uylariga shoshib ketishyapti. Qanday baxtli odamlar. Shunchalar ham baxtsizmi? Shunchalar ham yolg'iz. Shoshib talpinib boradigan joyim yo'q. Meni hech kim kutmaydi. Chiroyli oilamni, baxtimni menga faqat mehr. Nega meni tushunishmadi? Qayerda xato qildim? O'z qo'llarim bilan yo'q qildim. Sevib yashamoqchi edim. Men ham e'tibor kerak edi. O'zini qurbon qilib ko'rsatayotgan Maftunaning qo'lida qonli pichoqni ko'rib qolsangiz, ushbu serialning qolgan qismini ko'rishga asabingiz dosh berarmidi? So'nggi bor yoxud Kechir 2 ning 8-qismida ssenaristlarimiz mantiqni shunchalik chuqur qabrga ko'mishdiki, uni hatto Solih ham topib kela olmaydi. Biz 7-qismda ammaning kursiga bog'langanini ko'rib, bechora deb achinishga ulgurmasimizdan, 8-qismda hamma narsa yana ostin-ustin bo'lib ketdi.
Solih o'sha tashlandiq omborga yetib kelganida u yerda nafaqat ammasini, balki butun boshli oilaviy xiyonatlar muzeyini topdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Nega bizning qahramonlarimiz xavfli joyga borganda politsiyaga qo'ng'iroq qilish o'rniga birinchi bo'lib selfie tushishni yoki telefonini quvvatlagichga qo'yishni o'ylashadi? Solih ammasining og'zini ochib, undan haqiqatni so'rash o'rniga xonada 5 daqiqa davomida nima bo'lyapti o'zi deb aylanishi bu yilning eng aqlli harakati bo'ldi. Amma esa, garchi og'zi bog'langan bo'lsa-da, ko'zlari bilan tezroq meni bo'shat, keyingi yo'lg'anim tayyor degandek qarab turishi shunchaki komediya. Bizning sevimli qurbonimiz Maftuna esa shifoxonadan qochib ketgandan beri xuddi professional josuslardek izsiz yo'qoldi. Nahotki og'ir kasal bo'lgan qiz bir kechada hammani aldab, butun boshli o'yinni boshqarayotgan mastermindga aylangan bo'lsa? Bu qismdagi g'iybatlar shunchalik ko'pki, ularni hattoki qo'shni xolalar ham muhokama qilib ulgura olmayapti. Solihning otasining tilla uziga kimning qo'lida paydo bo'lganini ko'rganingizda, o'rningizdan sakrab turishingiz aniq edi. Nahotki 10 yil oldin vafot etgan ota aslida ammaning yerto'lasida yashirincha kofe ichib o'tirgan bo'lsa? Ssenaristlarimiz o'liklarni tiriltirish bo'yicha jahon rekordini o'rlatishmoqda. Solih ammasini bo'shatib, undan Maftuna haqida so'raganida, ammaning birinchi bo'lib, u sening singling bo'lishi mumkin deb tashlagan bombasi bu shunchaki ochiqchasiga tomoshabinni mazax qilishdir. Har safar voqealar rivoji tiqilib qolsa, qahramonlarni qarindosh qilib qo'yish bizning milliy seriallarning eng sevimli quroli bo'lib qolgan. Solih bu gapni eshitib, xuddi haykali qo'yilgandek qotib qoldi. Nahotki u sevgan qiz aslida uning eng yaqin dushmani va qarindoshi bo'lsa? Kompaniyadagi vaziyat-ku alohida doston. Solih yo'qligida ammaning barcha bank hisoblarini offshor hududlarga ko'chirib ulgurgani ma'lum bo'ldi. Bu ayol qachon biznes bilan shug'ullandi-yu, qachon o'g'rilik qildi? Hayron qolasan kishi. Ofisdagi xodimlar esa hamon ikki o't orasida. Kim ko'proq pora bersa, o'shaning rasmini devorga ilib qo'yishga tayyor. Solih o'z xonasiga qaytib, stolidagi o'sha sirli qizil konvertni ko'rganida, uning ichida nima borligini bilsangiz, serialni ko'rmay qo'yishingiz ham mumkin edi. Konvert ichida Maftunaning bolalikdagi surati va uning orqasida yozilgan "Sizni o'lim kutmoqda" degan yozuv bor edi. Bu Maftunaning Solihga bo'lgan sevgisi belgisi emas, balki yillar davomida tayyorlangan qasos rejasining yakuni bo'lib chiqsa-chi. Solih shuncha vaqt davomida bir ilonni bag'rida asrab yurganini tushunib yetganida, uning orqasidan kutilmaganda paydo bo'lgan o'sha soya kimga tegishli edi? Solih o'zini himoya qila oladimi yoki u ham Maftunaning navbatdagi qurboniga aylanadimi? Solih o'sha qizil konvertga xuddi uning ichida dunyoning barcha sirlari yashiringandek termulib o'tirganida, orqadagi eshik sekin g'irchillab ochildi. Voy buyu, bizning o'lim to'shagidagi malikamiz Maftunaga qaranga. Shifoxonadagi dori-darmonlar shunchalik mo'jizaviy kuchga egami yoki ssenaristlarimiz unga birdaniga super qahramon kuchini berib qo'yishdimi? Kechagina apparatlarga bog'lanib nafas olishga qiynalayotgan qiz bugun Solihning qarshisida xuddi podiumga chiqayotgan modeldek sobit turibdi. Solihning ko'zlaridagi hayratni tasvirlashga so'z ojiz. U Maftunaga qarab, go'yo birinchi marta haqiqiy shaytonni ko'rgandek bo'ldi. Maftuna esa hech qanday aybdorlik hissisiz labida o'sha sovuq va zaharxanda tabassum bilan Solihga yaqinlashdi. "Sog'inch yomon narsa, shunday emasmi, Solih aka?" deganida, uning ovozidagi sovuqlikdan butun xonadondagi gullar qurib ketgan bo'lsa kerak. Nahotki biz 8 ta qism davomida achinib yurgan, ko'z yoshlariga ishongan qizimiz aslida butun boshli dramaning rejissyori bo'lsa? Solih konvertni ko'rsatib, "Bu nima degani?" deb baqirganida, Maftunaning javobi hammani shok holatiga tushirdi. "Bu sizning o'tmishingiz uchun to'lanadigan badalning boshlanishi." Suhbat qizigan sayin bizning shafaqatsiz ammamizning aslida kimga xizmat qilishi ham ochiqlandi. Ma'lum bo'lishicha, amma bu o'yinda shunchaki o'ytadagi kichkina bir qo'g'irchoq ekan. Uning orqasida turgan, Solihning otasining tilla uzuliga taqib olgan o'sha sirli shaxs Maftunaning eng yaqin maslahatchisi bo'lib chiqsa-ya. Ammo shuncha vaqt davomida boylik uchun emas, balki jonini saqlab qolish uchun Maftunaning buyruqlarini bajarganini aytganida, Solihning dunyosi teskari bo'lib ketdi. Bu qanday oila o'zi? Hamma bir-biriga josus, hamma bir-biriga dushman. Maftuna sekingina Solihning stoliga o'tirib, uning qimmatbaho soatiga qarab, "Vaqtingiz tugayapti, Solih aka. Merosxo'rlik o'yini tugadi", deb pichirladi.
Nega bizning qahramonimiz hozirgina uni politsiyaga topshirish o'rniga xuddi gipnoz qilingandek uning ko'zlariga termilib qoldi? Balki u hali ham bu makkora qizni sevishda davom etayotgandir. G'iybatlarning eng shirin joyi shundaki, Maftuna aslida Solihning singlisi emas, balki uning eng katta dushmanining qizi bo'lib chiqishi ehtimoli tobora oshiyoryapti. Ammo Maftunaning qulog'iga nimadir deb pichirlaganida, Maftunaning yuzidagi o'sha g'olibona ifoda birdaniga yo'qoldi. Demak, Maftunaning ham o'zidan yashiringan siri bor ekan. Ofis tashqarisida esa Solihning xodimlari allaqachon yangi xo'jayinga moslashishni boshlashgan. Ular kim kuchli bo'lsa, o'shaning ortidan ergashishga shunchalik usta bo'lib ketishganki, hatto Solihning xonasidagi janjalni eshitib ham go'yoki hech narsa bo'lmayotgandek kofe ichib o'tirishibdi. Maftuna konvertni Solihning qo'lidan yulqib olib, uni parchalab tashlaganida, xonada kutilmaganda bir ovoz eshitildi. Bu ovoz na Solihga, na Maftunaga tegishli edi. Eshik oldida paydo bo'lgan o'sha oqsoqol kim? Nahotki serialning eng boshida vafot etdi deb ko'milgan Solihning haqiqiy otasi endi o'z qasosi uchun qaytib kelgan bo'lsa? Solih bu odamni ko'rib, dada deb yuborganida, Maftuna nima uchun uning qo'lidan ushlab, qoching deb baqirishi? Dushman tashqaridami yoki aynan mana shu tirilgan otaning o'zimi? Solihning og'zidan chiqqan dada degan so'z xonada xuddi muzdek suvdek yangradi va barcha g'iybatchi xodimlarning qulog'iga yetib bordi. Nahotki, ssenaristchilarimiz o'likni tiriltirish bo'yicha jahon tibbiyot xodimlaridan ham o'zib ketishgani haqida gapirganmidingiz? Mana isboti. 10 yil oldin janozasi o'qilib tuproqqa qo'yilgan odamning bugun Solihning ofisida qimmatbaho palto kiyib paydo bo'lishi bu nafaqat drama, balki mantiqning ochiqchasiga o'ldirilishidir. Solih xuddi arvohni ko'rib qolgandek qotib qolgan bo'lsa, Maftunaning birdaniga uning qo'lidan tutib, "Qoching!" deb baqirishi hammani ikkilantirib qo'ydi. To'xtang, bir daqiqa oldin Maftuna Solihni yo'q qilmoqchi bo'lgan yovuz qiz emasmidi? Nega endi u birdaniga himoyachi farishta bo'lib qoldi? Yoki u Solihning dadasining aslida kim ekanligini va qanday vahshiyliklarga qodirligini hamma narsadan ko'ra yaxshiroq biladimi? Otaning ko'zlaridagi o'sha muzdek nigohda sog'inch emas, balki bitmas tuganmas nafrat va hukmronlikka bo'lgan tashnalik ko'rinib turardi. U o'z o'g'liga xuddi begona dushmandek qarayotganida, bu oilaning barcha sirlari hali endi ochilayotganini tushunib yetdik. Ammaning ahvorini ku aytmasa ham bo'ladi. U boya Maftunadan qo'rqib titrayotgan edi. Endi esa o'z akasini ko'rib, xuddi yer yorilib, yerga kirib ketishni xohlayotgandek burchakka qisilib oldi. Demak, amma shuncha vaqt davomida kimdan qo'rqib yashagan? Kim unga Maftunani o'yinga qo'sh deb buyruq bergan? Nahotki Solihning atasi o'z o'limini soxtalashtirib, o'zining jigarbandlarini bir-biriga qarshi qayrab, bu o'yinni uzoqdan boshqarib kelgan bo'lsa, bu qanday otalik, bu qanday vahshiylik? Otaning sekingina stolga yaqinlashib, Solihning qo'lidagi o'sha tilla uzukni olib, o'z barmog'iga taqib qo'yishi bu kompaniya va barcha boylik endi uning qo'liga o'tganidan dalolat edi. Maftuna esa Solihni eshikka qarab tortmoqda, lekin bizning jasur qahramonimiz hali ham shokdan chiqa olmay, otasining qaytib kelganiga ishonishga urinmoqda. Nega u Maftunaga emas, aynan mana shu sirli va qo'rqinchli odamga ishonmoqchi? Ssenaristchilarimiz yana bizni baxtli oila uchrashuvi bilan aldashmoqchimi, yoki bu uchrashuv Solih uchun so'nggi jazo bo'ladimi? Ofis tashqarisida esa haqiqiy xaos boshlandi. Xodimlar Solihning otasini ko'rib, xuddi qiyomat boshlangandek qochib ketishga joy qidirishmoqda. Ayniqsa, ammaning sotqin kotibasi ammaning kirdikorlarini amaldagi arvoh xo'jayinga sotish uchun allaqachon hujjatlarni tayyorlab qo'ygani bu g'iybatning cho'qqisi bo'ldi. Maftuna Solihning qulog'iga "U ota emas, u qotil" deb pichirlaganida, Solihning otasi buni eshitib qoldi va xonada shunday sovuq kulgi yangradiki, xuddi barcha derazalar chil-chil bo'ladigandek tuyuldi. Ota Maftunaga qarab, "Seni shuncha yil asraganimning badali shu bo'ldimi, qizim?" deganida, biz yana bir bor karaxt holatga tushdik. Qizim, Maftuna Solihning singlisimi yoki u dadasining asrab olgan qurolimi? Agar ular aka-singil bo'lsa, shuncha vaqt davomidagi sevgi ssenariylari va ko'z yoshlar tomoshabinni butunlay laqillatish bo'lmadimi?
Vaziyat shunchalik taranglashdiki, havoni pichoq bilan kessa bo'ladi. Ota stol ustidagi telefonni olib, kimdir bilan bog'landi va "Rejani boshlang, hech kim tirik qolmasin" deganida Solih nihoyat Maftunaning nega baqirganini tushunib yetdi. Bu odam qayta uchrashish uchun emas, balki hamma guvohlarni yo'q qilib, o'z ochiq qolgan jinoyatlarini yopish uchun qaytib kelgan edi. Tashqarida esa qora ko'zoynakli o'sha sirli kimsalar ofis binosini o'rab olishgani ma'lum bo'ldi. Nahotki barcha xiyonatlar fosh bo'lgan paytda hamma narsa katta bir portlash yoki qirg'in bilan yakunlansa, Solih ammaning qo'lidan ushlab, uni qutqarmoqchi bo'lganida, amma uni itarib yubordi va otasining oyoqlariga yiqilib yalinishni boshladi. Lekin otasining yuzida zarracha rahm va shafqat yo'q edi. Maftuna Solihga qarab, "Menga ishoning, faqat men sizni bu yerdan olib chiqa olaman" deb maxfiy eshikni ochganida, Solih nima uchun ikkilanib qoldi? U dadasini qutqarmoqchimi yoki ammasining oxirgi so'zini eshitishni xohlamoqdami? Ammaning Solihga qarab, "Dadam haqiqatni bilgan kundan boshlab bizni o'lik deb hisoblagan" deb baqirishi nimani anglatadi? Qaysi haqiqat butun oilani qabrga yetaklaydi? Bino qamal ostida, liftlar o'chirilgan. Solihning otasi esa go'yo taxtga o'tirgan podshohdek ammasining boshiga to'pponcha tirib turibdi. Nega bizning seriallardagi otalar "men tirikman" deyish o'rniga birinchi bo'lib qurol o'qtalishni afzal ko'rishadi? Solih Maftunaning ortidan maxfiy eshikka qarab qadam tashlayotganda, uning poyabzali bo'sag'ida qotib qoldi. Ammasining "senga hamma narsani aytib beraman, faqat meni bu vahshiyning qo'lida qoldirma" degan faryodi butun xonani titratib yubordi. Amma boylik uchun hamma narsaga tayyor edi, lekin o'z akasining uni shunchaki keraksiz buyumdek otib tashlashiga tayyor emas edi. Otaning sovuq nigohi va xoinlarga bu uyda joy yo'q degan so'zlari bu nafaqat ammaga, balki butun oila tarixiga qo'yilgan nuqta edi. Maftuna Solihni qorong'u yo'lak bo'ylab yetaklayotganda, uning qo'llari titrayotganini sezdingizmi? Nahotki bizning Temir xonimimiz ham qo'rqishni bilar ekan? Ofis binosining pastki qavatida portlash ovozi yangraganida, ssenaristchilarimiz yana action janriga o'tishga qaror qilishgani oydinlashdi. Nega har doim eng muhim haqiqat aytilayotgan lahzada nimadir portlashi yoki kimdir hushidan ketishi shart? Solih va Maftuna binoning orqa chiqishiga yetib kelganida, ularni u yerda kim kutib turgan edi? Bu Solihning o'lgan deb hisoblangan onasi bo'lib chiqsa, bu serialni mantiq darsligiga kiritish kerak bo'ladi. Lekin yo'q, u yerda Solihning eng yaqin do'sti, lekin aslida dadasining josusi bo'lgan o'sha xoin kutib turgan edi. Maftuna qurolini chiqarib, do'stiga qarata o'q uzganida, bizning bechora qizimiz naqadar professional mergan ekanligini ko'rdik. Solih esa shunchaki qarab turibdi. U hali ham bu tush bo'lsa kerak, hozir uyg'onaman deb o'ylayotgan bo'lsa ajab emas. Yakuniy lahzalarda Solih va Maftuna mashinaga o'tirib qochishga ulgurishganida, binoning tepasida ammasining so'nggi bor baqirgan ovozi eshitildi. Va keyin sukunat. Ota bino balkoniga chiqib, qochib ketayotgan mashinaga qarab shunday jilmaydiki, bu jilmay Solihning tushlariga kirishi aniq. Maftuna mashina tezligini oshirar ekan, Solihning qo'liga o'sha sirli qizil konvertning asli nusxasini tutqazdi. "Dadam sizga aytgan hamma gap yolg'on edi, Solih aka. Siz aslida uning o'g'li emassiz" deganida, nafaqat Solihning, balki butun tomoshabinlar armiyasining jag'i pastga tushib ketdi. Nima? Agar u dadasining o'g'li emasa, demak u kim? Nahotki Solih aslida ammasining yashirin o'g'limi yoki butunlay boshqa bir oilaning o'g'irlangan merosxo'rimi? 8-qism mana shunday miyani portlatuvchi savol bilan tugadi. Endi 9-qismni kutishdan boshqa choramiz yo'q, lekin bir narsani aniq bilamiz. Bu oilada qon emas, faqat xiyonat oqadi. Solih bu dahshatli haqiqat bilan qanday yashaydi? Va eng asosiysi, Maftuna bu gapni uni qutqarish uchun aytdimi yoki yangi bir o'yinni boshlash uchunmi?